Jondor tumanida aholi, ayniqsa yosh avlod uchun qulay sharoitlar yaratish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash borasida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, tumandagi Istiqlol mahalla fuqarolari yig'ini hududida bayram arafasida 90 o'ringa mo'ljallangan yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilmoqda. Yangi maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarning ta'lim olishi, dam olishi va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi uchun qulay muhit yaratilishi ko'zda tutilgan. Bino xonalarida zamonaviy istiqbol tizimi o'rnatilishi, muassasa hududida esa bolalarning yoshiga mos zamonaviy o'yin maydonchalari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu esa tarbiyalanuvchilar uchun qulay, shinam va xavfsiz sharoit yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, tumandagi 7-sonli umumta'lim maktabi oldida ham qo'shimcha bino qurilib, unda ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur inshootni ham yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bayrami arafasida foydalanishga tayyorlash rejalashtirilgan. Davlatimizni yoshlarga, nuroniylarga e'tibori juda ham katta bo'lgan. Oddiygina shu biza M37 trassadan 2,5 kilometr qishloqqa kirishga yo'limiz notekis, chang edi. Taksi xizmatiga aytsak, birorta taksi kirmas edi. Hozir yo'llarni ko'rsangiz, shunday ravonligidan kechqurunlari barcha chiroqlarni qo'yilganligi, aholiga, xalqimizga yengilliklar, qulayliklar yaratib berganini son-sanog'i yo'q. Mana 90 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi qurilish oxiriga yetyapti. 220 o'rinli maktabimiz 7-sonli maktabga bino yangidan qurildi. Bu yoshlarimizga e'tibor, bu hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan mana shunday bizni mahallaga ko'rsatiladigan yordamlari uchun barcha xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Ta'lim muassasalarida olib borilayotgan bunday bunyodkorlik ishlari hududda ta'lim olish uchun yaratilgan imkoniyatlarni yanada kengaytirish, o'quvchi va bolalar uchun zamonaviy sharoitlar yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bunyodkorlik ishlarining belgilangan muddatlarda sifatli yakunlanishi natijasida yangi o'quv yili va bayram arafasida mazkur obyektlardan aholi samarali foydalanishi kutilmoqda.